Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli fizika ixlosmandlari. Bugun sizlar bilan 38-mavzu havoning namligi masalalarini ishlaymiz. Xo'p, demak, boshladik. Birinchi savolda aytilyapti. 1 metr kub hajmli havo tarkibida suv bug'ining massasiga teng bo'lgan fizik kattalik nima deb ataladi? Demak, 1 metr kub havo tarkibidagi suv bug'ining massasi bu absolyut namlik deb ataladi. Demak, birinchi savolimizda bu absolyut namlik hamda B javobi berilgan. Xo'p, ikkinchi savol 400 metr kub havoda, V teng 400 metr kubda M teng 6 kilogramm suv bug'i mavjud. Absolyut namlikni aniqlang deyapti. Demak, absolyut namlikni rho bilan belgilaymiz. Rho teng M taqsim V. Bu gram taqsim metr kub hisobida bo'ladi. Demak, 6000 gram. Demak, 6000 ni bo'lamiz 400 ga. Demak, natija 15. Demak, absolyut namlik 15 gram taqsim metr kub. Bu degani 1 metr kub havo tarkibida 15 gram suv bug'i mavjud deganimiz. Xo'p, uchinchi savol. Hajmi 80 metr kub bo'lgan xona, 80 metr kub. Xo'p, absolyut namlik rho 1 10 gram taqsim santimetr kub. Agar bu xonada qo'shimcha deyilyapti, M teng 2,4 kilogramm yoki 2400 gram suv bug'latilsa, absolyut namlik qanday o'zgaradi? Endi, demak, 1 metr kubga qancha gram suv qo'shilishini topadigan bo'lsak, 2400 ni bo'lamiz 80 ga. Shunda rho, ya'ni delta rho kelib chiqadi bizda 30 gram taqsim metr kub. Demak, 1 metr kubga 30 gram qo'shimcha suv qo'shiladi. Shunda absolyut namlik 10 plus 30, ya'ni 40 gram taqsim santimetr kub bo'ladi. Bu esa uni 4 marta ortganligini bildiradi. Demak, bu javob. Hop, 4-misol, berilgan haroratdagi havoning absolyut namligining shu haroratdagi to'yingan suv bug'ini zichligiga nisbati nisbiy namlik deb ataladi. Demak, bu javob nisbiy namlik. Demak, nisbiy namlikni biz fi harf bilan belgilaymiz. Rho taqsim rho to'yingan ko'paytirilgan 100%. Demak, absolyut namlikni to'yingan suv bug'i zichligiga nisbati. Hop. 5-savol. Havoning harorati 4 gradus. 4 gradus. Nisbiy namlik 80%. Havodagi suv bug'ining parsial bosimini aniqlang degan. Ya'ni bunda to'yingan suv bug'i bosimi 800 kilopascal. Demak, nisbiy namlikda parsial suv bug'ining parsial bosimi to'yingan suv bug'i bosimiga nisbatiga aytiladi. Demak, bu yerdan buni topadigan bo'lsak, fi ko'paytirilgan p to'yingan taqsim demak 100 kelib chiqadi. Buni hisoblaydigan bo'lsak, 80 ko'paytirilgan 800 taqsim 100 bo'ladi. Demak, p teng bo'ladi 64 kilopascal desak bo'ladi. Demak, 640 bo'ladi. Demak, bu javob. Demak, 6-misol. Ma'lum bir haroratda havodagi suv bug'ining zichligi absolyut, demak, 15 gram taqsim santimetr kub, metr kub. Agar havoning nisbiy namligi 60% bo'lsa, to'yingan suv bug'i zichligini aniqlang. Demak, rho to'yingan teng bo'ladi fi ko'paytirilgan rho bo'lingan, ya'ni taqsim 100%. Demak, 60 ko'paytirilgan 15 taqsim 100. Demak, bundan kelib chiqadi. Buni qisqartirib bo'lsak 0,90 demak 9 kelib chiqadi. Havodagi suv bug'ining zichligi. Yo'q, mana bu yerda biroz adashuvchilik bor. Ya'ni fi teng rho absolyut taqsim rho to'yingan ko'paytirilgan 100 dan oladigan bo'lsak, bu yerda rho to'yingan topadigan bo'lsak, rho absolyut taqsim fi ko'paytirilgan 100 bo'ladi. Mana shu ko'rinishda bo'lishi kerak. Demak, to'yingan teng 60 taqsim
demak bizda 15, demak 15 taqsim 60 ko'paytirilgan 100, demak bu 25 gram taqsim santimetr kub kelib chiqadi. Hop, 7-savol. Agar ma'lum bir haroratda to'yingan suv bug'ining zichligi absolyut namlikdan 25% katta bo'lsa, demak to'yinganiniki 1.25 ro ekan, absolyutiniki ro ekan. Hop, shunda havoning nisbiy namligi phi teng phi taqsim 1.25 ro ko'paytirilgan 100%. Demak nisbiy namlik bizda 80% ekan. Hop, bu bizda B joqda berilgan. Hop, 6-misolimiz esa Y joq. Hop, navbatdagi 8-misol. Agar o'zgarmas haroratda havodagi suv bug'ining zichligi 50% ga oshsa, nisbiy namlik qanday o'zgaradi? Demak, phi teng dastlab ro taqsim ro to'yingan ko'paytirilgan 100% edi. Endi keyingi holatda bu phi teng 50% ortsa, demak 1.5 ro taqsim ro to'yingan ko'paytirilgan 100% kelib chiqadi. Endi bundan qanday o'zgaradi degan bo'lsak, 1.5 marta ortadi ishimiz. 1.5 marta ortadi. Demak, bu bizda B joq. Hop, 9-savol. Agar o'zgarmas haroratda havodagi suv bug'ining parsial bosimi 20% oshsa, nisbiy namlik qanday o'zgaradi deyapti. Yuqoridagi misol kabi, demak 20% ortsa 1.2 marta ortadi. Demak bu yo'q. Hop, 10-savol. Demak, phi ko'paytirilgan p0 ifoda yordamida qanday fizik kattalik aniqlanadi degan, buning parsial bosimi aniqlanadi. Demak, bu bizda C joq. Hop, 11-misol. Uyda to'yingan suv bug'lari bosimining haroratga bog'liqligi berilgan. A nuqtasi havodagi suv bug'ini holatiga mos keladi. Havoning nisbiy namligini aniqlang. Demak, bu yerdan hop, P ya'ni A nuqtadagi bosim 1.2 kilopascal ekan. Shu holatda to'yingan suv bug'i zichligi eng yuqori nuqtadagi bo'ladi va u 1.6 kilopascal. Bundan foydalangan holatda phi teng P A nuqta taqsim P to'yingan ko'paytirilgan, demak 100%. Buni hisoblaydigan bo'lsak, 1.2 taqsim 1.6 10 darajasi 3, demak phi teng 75% kelib chiqadi. Bu bizda C joq. Hop, navbatdagi 12-misol. Bunda xuddi shu ko'rinishida, faqatgina bu yerda, demak, P A nuqtadagi hamda P to'yingan, ya'ni absolyut bosim hamda to'yingan suv bug'ini bosimi o'zaro teng bo'lyapti. Bu holatda nisbiy namlik bizda 100% bo'ladi. Bu B joq. Hop, 13-savol. Rasmda ikkita xonada joylashgan psixrometrlar ko'rsatilgan. Xonadagi havo harorati va nisbiy namlik o'rtasida qanday bog'liqlik bor? Psixrometr bu nisbiy namlikni o'lchovchi qurilma, nam va quruq termometrlardan tashkil topgan bo'ladi. Demak, chizmaga ko'ra har ikkala xonada, birinchi xonada ham, ikkinchi xonada ham quruq termometrlar bir xilda 20 gradus ko'rsatyapti. Demak, ikkala xonadagi haroratlar o'zaro teng. Demak, T1 teng bo'lyapti T2 ga. Endi birinchi xonadagi nam termometr, demak, birinchi xonadagi nam termometr 17 gradusda, ikkinchi xonadagi nam termometr esa 15 gradusni nima qilyapti? Ko'rsatyapti. Endi shunga asosan qaysi xonada nisbiy namlik yuqoriroq, shuni aniqlashimiz kerak bo'ladi. Endi demak, haroratlari teng. Xo'p, endi qaysi birida nima desak bo'ladi? Harorati, ya'ni nam termometrda harorati yuqoriroq bo'ladigan bo'lsa, shu xonada nisbiy namligimizni kattaroq olishimiz mumkin. Demak, phi 1 katta bo'ladi, phi 2 dan. Demak, bu bizda B joq. Xo'p, 14-savol.
xonalar tasvirlangan. Demak, har birinchi xonada ham, ikkinchi xonada ham quruq termometrlar 25 gradusdan ko'rsatyapti. Nam termometrlar esa birinchi xonada 20, ikkinchi xonada 22 gradus ko'rsatyapti. Hop, bunga asosan deydi, xonalardagi havoning absolyut va nisbiy namligi o'rtasida qanday bog'liqlik bor deyapti. Hop, endi xonalardagi temperaturalar bir xil. Endi nam termometrda ko'rsatishi qaysi birda yuqoriroq bo'ladigan bo'lsa, shundagina nisbiy namlikni yuqoriroq qaraymiz. Demak, fi 2 katta bo'lyapti fi 1 dan. Endi nisbiy namlik yuqori bo'lganligidan kelib chiqqan holatda absolyut namlik ham shunga mos ravishda yuqori bo'ladi deyishimiz mumkin. Xo'p, bu bizda sajodda berilgan. 15-savol. Shudring nuqtasi deb nimaga aytiladi? Shudring nuqtasi deb to'yinmagan bug'ning to'yingan bug'ga aylanish haroratiga aytiladi. Demak, bu bajavob. Ya'ni to'yinmagan bug' to'yingan bug'ga aylanib qoladigan harorat shudring nuqtasi deyiladi. Aytilyapti, shudring nuqtasida nima sodir bo'ladi deyilyapti. Hop, havoning nisbiy namligi 0% ga teng bo'ladi. Yo'q, shudring nuqtasi havoning nisbiy namligi 100% ga teng bo'ladi. Keyingi bajavobda aytilyapti. Havodagi suv bug'lari to'yingan bo'ladi. Hop, havodagi suv bug'ining parsial bosimi 0 ga tushadi. Yo'q, suyuqlikning butun hajmda tez bug'lanish jarayoni sodir bo'ladi. Yo'q, suv muzlaydi. Demak, bizda to'g'ri muqobil javob B bo'lyapti. Havodagi suv bug'lari to'yingan holatda bo'ladi. Ya'ni barchasi to'yingan holatda bo'lsa, fi teng p taqsim p to'yingan. Ikkalasi ham bir xil, ya'ni shunda 100% nisbiy namlik kelib chiqadi. Hop, keyingi 17-savol. Hajmi deyilyapti 15 metr kub. Demak, 17-savolda hajmi 15 metr kub. Harorat 27 gradus Selsiy. Demak, T teng 300 kelvin. Xonada suv bug'ining massasi deyilyapti 360 gram. Demak, 0,36 kilogram. Havoning nisbiy namligi 80%. Bu haroratda to'yingan suv bug'ini bosimini aniqlang deyapti. To'yinganda so'rayapti. Demak, P to'yinganda topishimiz uchun bizga xonadagi suv bug'ini bosimini yertagi nisbiy namlikka nisbat kerak. Suv bug'i bosimini quyidagi P V taqsim T teng nu R formula orqali topishimiz mumkin. Demak, bu yerdan P topadigan bo'lsak, nu R T taqsim V kelib chiqadi. Endi demak, P to'yingan topadigan bo'lsak, P to'yingan teng nu R T taqsim fi ko'paytirilgan V bo'ladi. Demak, nu o'rniga m taqsim mu qo'yadigan bo'lsak, 0,36 R vezda 8, demak 300. Taqsim fi demak 80%, demak 0,8. Endi m taqsim mu suv uchun 18 10 darajasi minus 3. Hajm esa bizda 15. Hop, buni hisoblaydigan bo'lsak, hop, mana bu 10 darajasi 3 bilan 0,36 qisqartiradigan bo'lsak 360. 360 bilan 18 qisqartiradigan bo'lsak, yuqorida 20. 15 bilan bu ketadigan bo'lsa 20 qoldi. 8 bilan bu ketadigan bo'lsa 10. Demak, 404 ming bo'ladi. Demak, bunda 4 kilopascal deb olsak bo'ladi. Endi bizda javob. Hop, navbatda 18-misol. Hop, hajmi 20 metr kublik xonada temperatura 300 kelvin. Nisbiy namlik 60%. Xonada suv bug'ining massasini aniqlang. M teng so'roq. Bu haroratda to'yingan bug' bosimi to'yingan teng bo'lyapti 4 kilopascal 10 darajasi 3. Hop, massasini aniqlashimiz kerak. Xuddiki mana bu formuladan foydalansak bo'ladi. Demak, bunda P to'yingan teng M R T taqsim mu fi V dan foydalanamiz. Bu yerda M topadigan bo'lsak, P to'yingan mu fi V taqsim nima bo'ladi? R T ifoda kelib chiqadi. Teng. Buni hisoblaydigan bo'lsak,
4 10 darajasi 3, suv uchun 18 10 darajasi minus 3, fi demak 0,6, hajm 20. Taqsim R bizda 8, temperatura 300. Demak, buni umumiy hisoblaydigan bo'lsak, 10 darajasi 3 ga qisqaradi. Xo'p, demak, bizda yana qisqaradigan 4 bilan 8, mana bu yerda 2, mana bu 2 bilan mana bu 20 qisqartiradigan bo'lsam 10, 10 bilan 6, 06 demak 6 kelib chiqadi. Hop, 6 bilan 300 qisqartirsam pastda 50, 18 ni 50 ga bo'ladigan bo'lsam natija kelib chiqadi. Hop, bunda 0,36 ya'ni 360 gram suv bo'ladi. Bu bizda javob. Hop. 19-misol. Hop. Harorat to'ygan suv bug'i. Bunda suv bug'ining parsial bosimini aniqlaydi degan. Agar nisbiy namlik 27 gradusda, demak, T teng 300 kelvinda, Fi teng 60% bo'lsa, havodagi suv bug'ining parsial bosimini aniqlaydi deyapti. To'yingan suv bug'ini zichligi P to'yingan teng to'yingan suv bug'ini zichligi rho to'yingan teng 3 10 darajasi minus 2. Xo'p, mana shu ko'rinishda bo'lyapti. Parsial bosim, ya'ni P'ni bizdan so'ralyapti. Xo'p, bunda mos ravishda quyidagi formula orqali ishlaymiz yana. Bu yerdan faqatgina biz topishimiz kerak bo'ladi P'ni. Xo'p. Demak, quyidagicha bizda fi teng rho absolyut taqsim rho to'yingandan foydalangan holatda rho absolyut topib olamiz. Shunda fi ko'paytirilgan rho to'yingan kelib chiqadi. Demak, endi P V taqsim T teng M taqsim mu R dan foydalanadigan bo'lsak, bu yerda M taqsim V bizga rho ni beradi. Demak, P teng M R T taqsim mu V yoki rho R T taqsim mu kelib chiqadi. Buni son qiymatini hisoblaydigan bo'lsak, bizda 2,4 paskal kelib chiqadi va bu bizda javob bo'ladi. Navbatdagi 20-misol. 20 gradus haroratda havoning nisbiy namligi 80%. Demak, 293 Kelvin, nisbiy namlik 80%. Agar havodagi suv bug'ining parsial bosimini o'zgartirmasdan 50 gradusgacha qizdirilsa, nisbiy namlik qanday bo'ladi deyapti. To'yingan suv bug'ining bosimi 20 gradusda. Demak, to'yingan bosim P 20 gradusda 2,4 kilopascal, P 50 gradusda 12 kilopascal deyilyapti. Hop, demak, absolyut namlikda o'zgartirmaydigan bo'lsak, xuddiki mana narsa kelib chiqadi. Hop, demak, fi mana bu bizda 20 gradusda. Demak, fi 20 ni oladigan bo'lsam, P taqsim 2,4 10 darajasi 3 ko'paytirilgan 100%. Endi fi 50 ta hisoblaydigan bo'lsam, P taqsim 12 10 darajasi 3 ko'paytirilgan 100 kelib chiqadi-da. Endi bu yerdan buni nisbatlaydigan bo'lsam, fi 20 taqsim fi 50 teng bo'ladi. P'lar qisqaradi, 100lar qisqaradi, 10 darajasi 3 qisqaradi. Natija 12 taqsim 2 4. Demak, bu 5. Shundan fi 50 topadigan bo'lsam, fi 20 taqsim 5 bo'ladi. Fi 20 bizda 80% nisbiy namligi. Endi unga nisbatan 5 marta kichikroq namlik bo'ladi. Demak, fi 50 gradusda nisbiy namlik, demak 16% ga teng deyishimiz mumkin bo'ladi. Bu bizda javob. Hop, 21-savol. Yo'lovchilardan biri metro platformasi ustunlaridan birida osilgan qurilmani payqab qoldi. Qurilmada ko'rsatkichlari 20 gradus va 18 gradus bo'lgan ikkita termometr va jadval mavjud edi.
Birinchi termometr 21 edi, ikkinchi termometr 18 ko'rsatardi. Bu termometr ko'rsatishda boshqacha ekanligini hayron bo'ldi. Siz bu ma'lumotlardan foydalanib metrodagi 50 metr kub havoda, demak, V teng 50 metr kub havoda suv bug'ini massasini aniqlang. 21 gradusda to'yingan suv bug'ini zichiligi rho to'yingandagi deyilyapti 20 gram taqsim metr kub. Shundan suv bug'i massasini aniqlang. Endi jadvalga qaraymiz. Qurug'iniki 21 gradus, endi ularning farqi 3 gradus. Jadvalda ikkalasini farqini olamiz. Demak, 21 gradus. Endi farqi keladigan bo'lsa, 3 gradus farqi nisbiy namlik 74% bo'lar ekan. Pi 74%. Bu degani rho absolyut va rho to'yinganga nisbati ko'paytirilgan 100 beradi. Bu yerdan rho absolyut ichilik topadigan bo'lsak, 0,74 ko'paytirilgan 20 birligi gram taqsim metr kub. Buni hisoblaydigan bo'lsa, rho absolyut teng bo'ladi. Hisoblasak, 1,48 gram taqsim metr kub. Bu degani 1 metr kub joyda 1,8 gram suv bug'i mavjud. Endi bizdan 50 metr kubda so'rayapti. Demak, n teng rho ko'paytirilgan v. 1,48 ko'paytirilgan 50. Bu yerda hisoblaydigan bo'lsak, hop, 75 dan ozgina kamroq, 750 dan ozgina kamroq, ya'ni 740 gram suv bug'i mavjud bo'ladi. Demak, psixrometrik jadval shunaqaki, mana bu yerda mana quruq termometrni ko'rsatish, mana bu yerda quruq va nam termometrni ko'rsatish. 21 ni ko'rsatyapti. Quruq va namini farqi 3 bo'lyapti. Demak, 21 hamda 3 kesishgan joyda 74% nisbiy namlik beryapti. Bu yerda absolyut namlik topdik. Demak, bu degani 1,8 gram taqsim metr kub. Ya'ni 1 metr joyda 1,8 gram suv bug'i bor deyilyapti. Endi 50 metr kubda qancha bo'ladi desa, 1,8 50 ga ko'paytirib qo'yamiz. Hop, 22-savol. Havoning nisbiy namligi 100% bo'lganda psixrometr quruq va nam termometrlar ko'rsatish orasida qanday farq bo'ladi deyapti. Demak, nisbiy namlik agarda 100% bo'lsa, quruq hamda nam termometrlar farqi 0 gradus Selsiy bo'ladi. Demak, bu bizda javob. 23-savol. Nisbiy namligi 20% bo'lgan 8 metr kub havo nisbiy namligi 40% bo'lgan 2 metr kub havo bilan aralashtirildi. Aralashma nisbiy namligi qanday? Demak, fi 1 20 va 1 8, fi 2 40 va 2 2. Shunda fi teng fi 1 va 1 plus fi 2 va 2 taqsim va 1 plus va 2. Xuddiki ikkita suv aralashtirildi, umumiy temperatura qanday degan misol bilan bir xil tartibda. Demak, fi teng 160 plus 80 taqsim 10. Demak, fi teng 24%. Demak, bundan nisbiy namlik 24% bo'ladi va bu bizda javob.